Munisa Rizayeva Belarus eri bilan ajrashdimi? Assalomu alaykum. Siz bilan Yangiliklar Uz kanali, bizni kuzatib boring. Videoga like bosishni unutmang. So'nggi kunlarda xonanda Munisa Rizayeva atrofida turli mish-mishlar tarqalmoqda. Xususan, uning oxirgi intervyusidan keyin ayrim ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari turli taxminlarni ilgari surishdi. Hattoki shartnoma orqali kelishilgan vaqtinchalik aktyor farzandini ham o'zi tug'magan surrogat ona degan ayblovlarni ham qo'yishdi, deydi xonanda. Bundan tashqari, xonanda yangi Bevafo klipidagi raqqosa qizga nisbatan aytilgan so'zlar, gaplar noto'g'ri talqin qilingani sababli ko'pchilik raqqosalar xafa bo'lganini video murojaat bilan chiqib uzr so'ragan va voqeaning asl mazmuni umuman boshqacha ekanini ta'kidlagan edi. Shundan so'ng internetda Munisa Rizayeva va uning turmush o'rtog'i Arslanbek, ya'ni Arseniy Morozov ajrashayotgani haqidagi gap so'zlar ham paydo bo'ldi. Biroq xonanda bugun ushbu mish-mishlarga amalda javob qaytardi. Munisa Rizayeva o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga turmush o'rtog'i va o'g'lining birgalikda quvonch bilan o'ynayotgan videosini joyladi. Mazkur video muxlislar tomonidan oilada hammasi joyida ekanini ishora sifatida qabul qilinmoqda. Ko'rinishidan xonanda tarqalgan mish-mishlarga nuqta qo'yib, oilasi baxtli va ahil ekanini namoyish etishni maqsad qilgan. Eslatib o'tamiz, xonanda yaqindagina O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist faxriy unvoni bilan taqdirlangan edi. Unvonlar muborak bo'lsin deya xonandaning ijodiga zafarlar tilab qolamiz. Sizningcha mashhurlar haqidagi bunday mish-mishlar nega tez tarqaladi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Yangiliklar Uz kanaliga obuna bo'ling, like bosishni unutmang.